Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Ko'pchilikning talablariga va iltimoslariga binoan Zahro hikoyasini yana bir bor Instagramga olib chiqishga qaror qildim. Zahro birinchi qism. Qadimda bir-biriga qattiq mehribon bo'lgan ikki aka-uka o'tgan ekan. Ularni otasi, onasi va qarindoshlari yo'q edi. Aka-ukaning akasi kunlardan bir kun uylanadi. To'ydan bir haftachalar o'tgandan keyin aka do'stlari bilan haj safariga borishga qaror qiladi. Shunda aka ukasini yoniga chaqirib, "Uka, men haj safariga chiqishim joiz bo'lib qoldi. Do'stlarim bilan ertaga azonda jo'nab ketmoqchimiz. Men qaytib kelguncha yangang senga omonat", deb ertasi kuni saharlab haj safariga chiqib ketadi. O'sha paytlarda hozirgiday texnikalar bo'lmagan, ot ulovlarda, piyoda juda uzundan uzun yo'llar bosishib insonlar haj safarlariga borib kelishgan. Akasi ketgandan keyin kunlar o'ta boshlaydi. Kunlar o'z navbatida haftalarni yetaklab keladi. Yigitning yangasining ismi Zahro bo'ladi. Zahro har kunki ro'zg'or ishlarini qilar, qaynukasini aytganini doim ortig'i bilan bajarardi. Kunlardan bir kun qaynuka hovlida supada o'tirib, choy ichib o'tirganda yangasi Zahro hovlida hovli supurardi. O'sha vaqtlarda ayollarning yuzini o'zini tan mahramlaridan boshqa, ya'ni erlaridan boshqa hech kim ko'rishmagan. Paranjilarda yurishgan, buni yaxshi bilamiz. Bir shamol bo'ladi-yu, Zahroni paranjisini shamol uchirib yuboradi. Zahroni yuzlari ochilib qoladi. Shunda nogahon qaynukaning ko'zi yangasiga tushadi. Allohning inomi bilan Zahroga shunchalik go'zallik, nafislik berilgandi, ko'rgan insonni xayolini o'g'irlardi. Shunda qaynuka bir muddat sukut saqlab qoladi. Xayolidan yangasi bunchalar go'zalligini ko'rib, xayolidan shaytonomuz fikrlar o'ta boshlaydi. Yigit o'spirin balog'at yoshiga yetganligi sababni yonidagi Zahro uning akasini xotini ekanligini ham unutib qo'yadi. Va yangasiga, "Akam endi qaytib kelmaydi. Siz menga turmushga chiqa qoling. Endi akamni kutishdan foyda yo'q", degan gaplarni gapiradi. Zahro tez borib paranjisini o'ranib oladi va aytadiki, "Yo'q, siz nimalar deyapsiz? Uyalmaysizmi bunday gaplarni o'z akangizni ayoliga aytishga?" deganda yigit hirsini jilovla olmay aytadiki, "Hozir hovlida siz bilan mendan boshqa hech kim yo'q. Nimaiki bo'lsa oramizda qoladi. Siz menga ishonishingiz mumkin", deb Zahroni bilagidan ushlaydi. Zahro shu payti seskanib ketib qo'rqqanidan
yuziga shapaloq tortib yuboradi yigitni. Qaynuka shunda jahl otiga minib Zahroni kuch bilan zo'rlamoqchi bo'ladi. Ya'ni kuch bilan o'ziniki qilmoqchi bo'ladi. Bir amallab yigitni qo'lidan qochib chiqqan Zahro o'zini eshikka uradi va ko'chaga yugurib chiqadi. Bu mavzu shu yerda yopiladi. Zahro ham hech kimga hech narsa deya olmasdi, tabiiyki. Kunlar o'ta boshlaydi. Lekin har kuni o'sha Qaynuka qalbida bir qo'rquv bilan yashaydi. Akam qaytib kelsa, u bo'lgan ishlarni yangam unga aytib bersa, men nima degan onam bo'laman? Nimaiki qilsam ham men bu ayolni yo'qotishim kerak degan xayol bilan kunlarni o'tkazadi. Shunday kunlarning birida Zahroning qaynukasi bozorga boradi. Bozorliklar qiladi. Va bir do'stiga bozorliklarni berib aytadiki, uyga borsang yangam bor. Yangamga ushbu bozorliklarni bergin va aytginki, qaynukangiz peshin vaqtida do'stlari bilan kelar ekan. Siz ularga osh pishirib qo'yasiz ekan. Taraddud ko'rib qo'yishingizni aytib yubordi mendan, deb shu gaplarni tayinlaydi. Qaynukaning do'sti ham bozorliklarni olib keladi. Zahro aytganiday peshin vaqtida hammasini hozirlab, oshlarni pishirib kutib o'tiradi. Shunda Qaynuka eshigidan kirib, "Bu nima tayyorgarlik? Kimga bunday tayyorgarlik qildingiz?" deganda Zahro aytadiki, "Siz do'stingizdan bozor qilib bergan ekansiz. U kishi aytdiki, siz peshin vaqtida o'rtoqlaringiz bilan kelasiz ekan. Osh pishirib qo'yishim kerak ekan." deb aytganda, "Men hech qanaqa do'stimga hech narsa berganim yo'q. Demakki, siz meni akamga xiyonat qilishni boshlabsiz. Kimnidir kutib o'tirganingizda osh qilib, men xalaqit berib qoldim. Men o'sha bozordan sal ertaroq qaytib qo'ymaganimda ayni ustida tushardim" degan gaplarni aytadi. Zahro tabiiyki yig'lab o'zini oqlamoqchi bo'ladi. Bu yigit, "Yo'q, bu masalani bu yerda bunday hal qila olmaymiz. Yaxshisi qoziga boraman" dedi. Va Zahroni qo'lidan ushlab majburlab qoziga olib boradi. Qozi janoblari bo'lgan voqeani eshitadi. Aytadiki, "Men uyni borib ko'rishim kerak. Sizlar aytayotgan gaplar rostmi, yolg'onmi, o'zim tekshirishim kerak" deydi. Qozi uyga kelsa, haqiqatan ham bir mehmon kutadigan dasturxon tuzalgan, o'choqda esa osh tayyor turibdi. Qoziga aytadi, "Mana ko'rdingizmi, qozi janoblari? Akam ketganidan beri men buni bilib yurardim. Kim bilandir xiyonat qilayotganligini. Mana bugun ozgina erta kelib qo'ymaganimda edi, men bularni tutib olgan bo'lardim. Bu o'z jazmanini tayyorgarlik qilib osh pishirib kutib o'tirgan edi. Men haliyam erta kelib qo'ydim" deganda qozi aytadiki, "Bizga eriga xiyonat qilgan ayolni jazosi shunday. Uni katta bir qopga solamiz va uni qopni ichiga yana yovvoyi mushukni ham solamiz va qopni og'zini bog'laymiz. O'sha mushuk o'sha ayolni nimtalab qattiq qiynoqlar bilan o'ldiradi. Xiyonatkor ayolga biz shunday jazo beramiz va shunday qatl qilamiz. Lekin sen xiyonatni ustida ushlanmading. Agar xiyonatni ustida ushlanganingda biz shunday qilardik. Xiyonatni ustida ushlanmaganliging uchun ham senga otning yolidan tayyorlangan
qamchi bilan 100 darra urib, odam qadami yetmas cho'li biyobonga surgun qilish nasib etdi deydi. Zahroni qolgan qismlarini izohlarda yozib qoldiring, eshitishni xohlasangiz.